Assalomu alaykum. O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi ichki nazorat xizmati tomonidan 2025-yil yakuni bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot. Aksiyadorlik jamiyatining 2025-yil 17-yanvardagi 6-sonli buyrug'i bilan korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshiriladigan yillik chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan bo'lib, dasturda 14 ta maqsad va vazifalar hamda bu maqsadlarni amalga oshirishda 55 ta mexanizm belgilab olingan. Ushbu dasturga muvofiq aksiyadorlik jamiyatining barcha boshqarma va bo'limlarining faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar korrupsiyaga qarshi auditdan o'tkazildi. Aksiyadorlik jamiyati muhiti, kontekst, manfaatdor tomonlarning talablari, xavflar va imkoniyatlar tahlili o'tkazildi. Manfaatdor tomonlarning aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi menejment tizimiga ta'siri aniqlandi. Manfaatdor tomonlarning talablari, xavflar va imkoniyatlar belgilandi. Jamiyat funksiyalari doirasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash amalga oshirildi. 4648 nafar xodimdan manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligi to'g'risida yillik deklaratsiya arizalari olindi. Aloqa kanallaridan kelib tushgan murojaatlar tegishliligi doirasida o'rganildi va xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limi tomonidan har oyning 5-sanasiga qadar bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar joylashtirib kelindi. E-Antikor.uz elektron platformasining 5 ta yo'nalish va 29 ta indikator talablari hamda vazifalari bajarildi. ISO 37001-2016 xalqaro standarti bo'yicha korrupsiyaga qarshi menejment tizimi ichki va tashqi auditdan muvaffaqiyatli o'tkazildi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshirilgan ishlar rasmiy veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. 13 ta ichki normativ huquqiy hujjatlarga amaldagi qonunchilikka muvofiq o'zgartirishlar kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 11-maydagi davlat boshqaruv sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 240-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligining 2024-yil 20-fevraldagi 04-07-11-39-sonli topshiriq xatiga muvofiq O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyatining korrupsion xavf-xatarlar xaritasi 2025-yil 2-may sanasida tasdiqlandi. Unga ko'ra jamiyatning baholangan 15 ta funksiyasidan 2 ta yuqori, 6 tasi o'rta va 7 tasi past darajani tashkil etdi. Ushbu baholash natijalaridan kelib chiqqan holda 8 banddan iborat korrupsiyaga qarshi kurash dasturi boshqaruv raisi tomonidan tasdiqlandi. Korrupsion xavf-xatarlar xaritasi dasturi va xavf-xatari yuqori lavozimlar doirasida 24 nafar xavf-xatari yuqori va o'rta bo'lgan lavozimda faoliyat olib borayotgan xodimlar ProAkademiya.uz virtual platformasida maxsus kurslarda o'qitildi. 4648 nafar mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlardan manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligi to'g'risida yillik deklaratsiya arizalari to'ldirildi. To'ldirilgan deklaratsiyalar tahliliga ko'ra Axloq komissiyasi tomonidan 361 ta ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi, bitta haqiqiy manfaatlar to'qnashuvi aniqlanib, haqiqiy manfaatlar to'qnashuvi bartaraf etilib, ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi holatlari bo'yicha nazorat o'rnatildi. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yil davomida xaridlar sohasida jami 2042 ta shartnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, ular 773 ta elektron do'kon, 867 ta kooperatsion birja, 306 ta auksion, 3 ta spot, milliy ishlab chiqarish eko platformasi orqali 25 ta, eng yaxshi takliflarni tanlash orqali 56 ta, to'g'ridan-to'g'ri 12 ta, bitta tender rasmiylashtirilgan. Barcha tuzilgan shartnomalarga korrupsiyaga qarshi bandlar kiritilgan. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yilda jami 38 ta kontragent tekshiruvdan o'tkazilgan bo'lib, ularda korrupsiyaviy holatlar, manfaatlar to'qnashuvi aniqlanmadi. Hisobot davrida xodimlarning korrupsiyaviy xatti-harakatlari, manfaatlar to'qnashuvi, korrupsiyaga qarshi boshqa qonunbuzarliklar bilan bog'liq murojaat va xabarlarni qabul qilishga mo'ljallangan aloqa kanallariga tarkibiy bo'linmalar kesimida 4 ta murojaat kelib tushgan. 3 ta murojaat bo'yicha xizmat tekshiruvlari tayinlangan. O'tkazilgan xizmat tekshiruv natijalariga ko'ra 1 million 200 ming so'mlik kamomad aniqlangan.
Kamomatlar kamchiliklarga yo'l qo'ygan mas'ul xodimlar tomonidan bartaraf etilgan va ularga nisbatan axloq komissiyasi qaroriga ko'ra hayfsan va ta'sir choralari qo'llanilgan. Aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat ishonch telefoni orqali fuqarodan 2024-yil 4 oy davomida ishlagan ish haqqi to'lab berilmaganligi ma'lum qilingan murojaat kelib tushgan. Tekshiruv davomida murojaatda ko'rsatilgan holatlar qisman o'z tasdig'ini topgan. To'lanmagan 25 million 212 ming so'mlik ish haqqi to'lab berilishi ta'minlangan. O'tgan yil davomida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi xodimlari va joylardagi mas'ullar tomonidan 11 ta maxsus o'qitishda 130 ta xodim o'qitilgan. 65 ta targ'ibot tadbirlari va davra suhbatlari o'tkazilib, 25 ta boshqaruv raisining murojaatnomasi bo'yicha yig'ilishlar o'tkazilgan. 8 ta profilaktik tadbir tashkil etilgan. 90 ta o'qitishlar tashkil etilgan. 819 ta yangi ishga qabul qilingan xodimlar bilim ko'nikmalari oshirilgan. O'quv seminar, targ'ibot tadbirlari hamda davra suhbatlarida jami 5448 nafar rahbar va ishchi xodimlar qamrab olingan. 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan Aksil korrupsiya oyligi doirasida boshqaruv apparati va tarkibiy bo'linmalarda 20 dan ortiq o'quv seminar, targ'ibot tadbirlari, profilaktik tadbirlar, radio va televideniyada chiqishlar amalga oshirildi. Shuningdek, korrupsiyasiz jamiyatni birga quramiz mavzusida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. E'tiboringiz uchun rahmat.